Bir-biringizni eshitib turib, eshitmaganga olgan vaqtingiz bo'lmagan. Yo'q. Bo'lmagan. Bo'lgani. Bo'lgan. Voy, har doim shunaqa qilasiz. Eshitmaganligi olasiz. Meni gapim, men gapim. Hayolim boshqa joyda, lekin keyin kelib aytaman-ku, baribir nima dedim boyada. Boshqadan gaplashamiz deyman. Bugun mazam yo'q, ishga bora olmayman deb toqqa ketgan vaqtingiz bo'lmagan. Yo'q, bo'lmagan. Mahalla komitetidan yordam so'ragan paytingiz bo'lmagan. Yarashtirib qo'yiladi. Uch qo'yganman. Yo'q, yordam. Yordam. Yo'q, pul moliyaviy emas, просто mahalla ushqasi chiqardi-yu, oldimizga chiqishga yarashtirib qo'yishganmiz ani. Kiyim sotib olib, uydagilarga bu eski narsa deb ko'rsatgan vaqtingiz bo'lmagan. 100% mana shu kiyimlar ham shunaqa bilan olingan. Meni yuzim yorug', ovuraman bular lekin bekitib Bo'lgan. Bo'lganmas har bir. Har doim. Janjal payti ketaman deb qayerga borishni bilmay, ortga qaytgan vaqtingiz bo'lmagan. Bo'lmagan. Bo'lgan, sizda ham menda ham bo'lgan, yoshligimizda bo'lgan. Hozir bo'lmaydi endi, конечно. Lekin yoshligimizda bo'lgan. Bular ketardi, jahl qilib kelmaslik kerak bo'lsa, yana qaytib kelardi. Turmush o'rtog'ingiz uxlaganda telefonini yashirincha tekshirgan paytingiz bo'lmagan. Menda bo'lgan. Nima hozir eshitdim. Telefonini Yashirincha uxlaganlarda shoir opa telefonlarni bekitib tekshirgan paytingiz bo'lganmi yoki bo'lmaganmi? Bo'lgan-a? Tekshirib turish kerak. Ishoning zo'r bo'ladi deb parrot qilgan vaqtingiz bo'lmagan. Bo'lgan. Institutda baholarni puliga olgan vaqtingiz bo'lmagan. Bu yoqqa gapirasiz. Buni maktab bitirgan. Maktabda karasi yo'q edi. Bo'lgan.